Assalamu alaykum Uyghur TV ko'ruvchileri. Men hozir sizlarga IPTV programmasini Android TV va Android boxlarga qachlashni ko'rsatib o'tmoqchi. Undaqda diqqatinglar ekranda bo'lsin. Oldi bilan applar qismidan Play Store'ni ochamiz. Ochilgandan keyin ustidagi izlash ishorati bor yerga SSIPTV deb yozib izlatamiz. Chiqqan applar ichidan SSIPTVni tepib qachlashni bosamiz. Ko'rganinglardek hozir qachlanib bo'ldi. Endi appni ochamiz. App ochilgandan keyin ostidagi qabul qil degan xatni bosgandan keyin usti tarafdagi tangshak ishoratini bosib kod ilish knopkasini bosamiz. Chiqqan kodni ostidagi WhatsApp nomeriga yo'llash orqali Uyg'ur TV va boshqa kanallarni ko'ra olasiz. Agar boshqa sistemadagi televizor va TV qutilariga qachilmoqchi bo'lsangiz, biz bilan aloqalashing.